Assalomu alaykum aziz muxlislar. Diltora loyihasining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Bugun ham ajoyib xonanda, shirali ovoz sohibi, xonishlari bilan qalblarni zabt etgan ijodkor, muhabbat kuychisi, shuhrat medali sohibi Imron bilan suhbatlashamiz. Imron aka, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Assalomu alaykum. Sizlar. Har bir qo'shig'ingiz hit darajasigacha chiqadi. Bugungi kunda muhabbat kuychisi deb xalq sizni e'tirof etgan. Rahmat. Bozori chaqqon, ketmoni uchgan xonandalar deb e'tirof etishadi sizni. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonni muhabbat olamiga kirita olasiz. Ayni mana shu she'r matnlarini dunyoga kelishida shoirlarga buyurtma qilinadimi yoki mavzuni o'zingiz tanlab qo'shiq aytishni mutaxassislar bilan birgalikda maslahatlashasizmi? To'g'ri aytyapsiz. Tayyor she'r holati ham bor. O'sha yoqib qolsa mavzu, o'sha yurakka yaqin bo'lsa, xalqqa yaqin bo'lsa, mavzu bor mavzu bo'lsa, samimiy mavzu bo'lsa, albatta tayyor she'r ham foydalaniladi. Lekin ko'pincha o'sha buyurtma asosida bo'ladi. O'sha g'oyani o'ylab yuramiz. Baribir aktyorlarga o'xshagan xonandalar ham kuzatuvchi ham bo'ladi-ku. Har bir narsadan emotsiya olasiz. Ko'p holatda buyurtma asosida omadli chiqqanmi o'sha buyurtma asosidagi qo'shiqlaringiz? Ha, omadli chiqqan ko'proq. shunaqa. Qaysi qo'shig'ingizni matni o'zingizga tegishli yoki musiqasi? Albatta 80% o'zimga, 90% ham o'zim bastalayman. Bitta ikkita bastakorlarimiz bilan ham ishlab turamiz. Bastakorlikni o'zim deyarli qilaman. Bugungi kun o'zbek san'atida iste'dodlar qo'llab-quvvatlanyaptimi? Albatta, juda katta imkoniyat. Juda tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada imkoniyat. Balandparvoz gap emas. Oddiy uyda turib ham bitta yaxshi asar qilsa, ijodkor bo'lsa, san'ati bo'lsa, bir o'sha ijtimoiy tarmoqqa qo'yib ham hitda. Oldingi etaplar yo'q-ku masalan. Haqiqatdan ommalashib ketsa, bu yog'i prosmotrlar, million tomoshalar o'z-o'zidan televideniya jalb qilyapti, o'z-o'zidan radiolar ham xohlayapti qo'shiqni qo'yishni, boshqa narsa. Juda bu imkoniyatda bu. Ommalashyapti. U shohmi, gadomi, iste'dodi bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, iste'dod bo'lsa ketdi. Hech qanaqa bu televizionniy loyihalar, mana bu artistga o'xshagan loyihalar, bular hammasi biza studentlik, o'sha talabalik paytimizda ham bunchalik bunaqa narsalar yo'q edi-da. Kutib yotardik-da, masalan, biz ham o'sha konservatoriyani tugatganimizdan keyin 10 yilga yaqin ijod qilganmiz. O'zi ijod albatta bu katta mablag' talab qiladi. Student bo'lib turib, talaba bo'lib turib, bu narsalarga mablag' ajratib, mablag' topib, bitta mualliflik qo'shiqlar qilishni o'zi katta masala-da bu. O'zi poytaxtda yashashni o'zi bir alohida mavzu, masalan, daromadi yo'q talaba uchun. Kutganmiz-da mana 8 yil, 10 yillab qachon. Agar shunaqa loyihalar bo'lganida edi, biza borardik jonda. Imkoniyatda bu ham vaqtliroq mashhur bo'lishga, o'zini bor iste'dodini ko'rsatishga xalqqa. Shunaqa. Hozir men o'ylaymanki, cheksiz iste'dodlar uchun imkoniyat, xohish bo'lsa bo'ldi. Istak bo'lsa, mehnati qochmasa, qo'rqmasa. Bugungi kunda deyarli har kuni yangi qo'shiqlar, yangi hitlar. Bugun yaxshi qo'shiq qo'yilsa, uni ommalashadi-da, bir haftadan keyin yana yangi bitta qo'shiq bilan uni misol uchun muallifi, xonanda taniqli bo'lmasligi mumkin, lekin uning qo'shiqlari tez tanilyapti. Raqobat kuchaydi. O'zi raqobat mana shu ijodiy raqobat deydi. Ijodiy raqobatga qanaqa qaraysiz? Bu juda ham zo'r narsa. Yo'nalish bor-da. Masalan, bizani ijroyimizdagi birorta taronani eshitib qolsangiz, Imron aytgan deysiz. O'sha yo'nalishga vaqt ketgan bizaga. O'z yo'nalishini topishga. Ha, o'sha umr o'shanga sarflangan. O'sha ko'proq ijod qilib, o'zini imzosini qilish uchun aynan meni ijodimda shunaqa bo'lgan. Masalan, bittada bilishingiz uchun meni yo'nalishimligini vaqt sarflangan. Qo'shiqlar har xil chiqyapti, har xil yo'nalishda chiqyapti. Bu har xil raznobraziy deydi. Bu juda zo'r narsa. Juda bu raqobat deydi, boshqa narsa deydi. Bu raqobat, u tushunchalar yo'q, unaqa tushuncha meni o'zimda to'g'risida. Chunki sizni auditoriyangiz, sizni muxlisingiz, sizni ruhiyat bilan bog'liq-da bu narsa. Sizga men hozir eng dunyoning eng trenddagi qo'shig'ini qo'yib bersam ham qabul qila olmasligingiz mumkin. Tushunasizmi? Ruhiyat bu. Lekin oddiygina bir o'zimizni bir hali tanilmagan bitta ijrosini qo'ysam, "Vau" deyishingiz mumkin. Mana bu ijro, men bu yuragim deysiz, boshqa narsa.
shunga o'xshagan bu masalalar ruhiyat bilan bog'liq. Raqobat bo'lishi kerak, bu zo'r narsa. Zo'r narsa. Odam o'zini anaqa qilib turadi. o'z ustida ishlaydi, dangasa Albatta. bo'lishga qo'ymaydi, yanada ijod qilishga, to'xtab qolmaslikka. Lekin kimnidir yo'nalishida ijod qilayotganlar xato qilyapti. Uni o'zini yo'nalishi bor, U- egasi bor. Egasiga ishlab beryapti naborot. U shu yo'nalishni egasiga plyus qilib berishyapti. Chunki eshitgan zritel ham, men bu xonanda deb o'ylabman, bu eganda deb qo'yadi To'ppa-to'g'ri. masalan. Bu yo'nalish unga ishlanadi. Yo'nalishni o'zi katta narsa. Chiqayotgan nimalar o'ziga xiyonat qilmaslik kerakda, yo'nalishiga xiyonat qilmaslik kerak. Sizni intervyularingizni kuzatdim. Ko'pchilik boshqa yo'nalishda ham ijro qiling degan. To'g'ri, aslida o'zini yo'nalishi turib, yana boshqa yo'nalishda sinab ko'rib, boshqa yo'nalishlarda ijod qilish, o'zini yo'nalishida bitta daraxt bir joyda ko'karadi degandek, uni har maqomga yo'rg'alab, mana aytgansiz, misol uchun Buxoro mavrigilarini aytishganda, nimaga ijod qilmaysiz deganda, uni mavrigilarni o'zini egalari bor. Shunaqa. Mani o'zimning yo'nalishim bor. Yuqorida aytganingizdek, ayni mana shu o'zini yo'nalishida ijod qilgan inson oxirigacha ijod qilish kerak o'sha yo'nalishda. 100%. Biz shu yo'nalishga chiqdik, xalq qabul qildi, sevdi. Konsertlarimizni to'ldirib o'tirishdi. Kerak bo'lsa, o'sha biza o'sha ehtiyojimizdan kelib chiqib bir narx belgilaymiz. O'sha narxni berishadi bizga, aytaylik. 10lab 15 kishi bilan xizmatlarga boramiz. Qabul qilgandan keyin shuncha darajaga xalq qo'llab-quvvatlab turgandan keyin ham noto'g'ri-da endi bu. Anglamay qilishadi, u trendni ushlab olish uchun. Trend ham boya aytganingizdek vaqtinchalik. Uzoq hozirgi mana bu ko'p informatsiya vaqtida bir haftaga bormayapti. Bu trendingiz ham bu yoqda qurbonliklar ko'p bo'lib ketadi-da. Noto'g'ri narsalar. O'shani tushuntirib bera olmaysiz ko'pchilikka. Tushuntirib bera olmaysiz. Ana boshqa yo'nalishga ijod qildik deganlarda tushuncha yo'q-da. Chunki ular tushuncha yo'q deb men shaxsiyatga aniq qilmayman. Xalqimiz ham endi juda ko'p narsani tushunib boryapti. Kundan kunga dunyo qarashi o'zgarib, masalan, operachidan borib aytaylik estrada so'rashi yoki maqom so'rashi. U operaga 10 yil, 15 yil umrini sarflagan. U etolmaydi xohlasa ham maqom. Maqom uchun ham tagji 20-30 yillab o'qishadi. Endi nima deganda nima deydi uni? Kerak bo'lsa odam o'lganicha o'rganadi-yu baribir. Kenglik, bilim ko'p. Shuni tushunib olishsa, bilishsa, yo'nalishni o'zgartirib ketadi. Men hozir rep etolmayman uni. Yo'q. Rep egasi bor. Yig'ishtir deydi, nima qilsan deydi-da. Siz o'zingiz yo'nalishingiz bor, shu yo'nalishda davom etish kerak bo'ldi. Imron aka, sizni o'zi kuzatib, jiddiy, bosiqdek tasavvur qildim. Aslida tabiatingiz qanaqa? Balki yaqinlar orasida xushchaqchak, sho'x bo'lishingiz mumkin. Shunaqa, juda arzilkash, hamma qatori. Endi nisbatan ozgina bosiqroqdirman, lekin hamma qatori sho'xman. Ilgarigi Imron bilan hozirgi Imronni farqi bormi? Yillar nimalarni o'zgartirdi? Endi baribirchi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, kundan kunga oy, yil o'tadi. Bizani o'sha bilimimiz, dunyoni anglab borishimiz har bir qirrasida o'samiz-da baribir. Bugungi munosabatimiz ertaga baribir o'zgaradi. Xohlaymiz, xohlamaymiz. Kimdir hozir men aytishim mumkin sizga, yo'q, men o'sha holatdaman. Yolg'on-ku bu narsa. Hammamiz o'zgaramiz baribir. Vaqt o'zgartiradi, odamlar o'zgartiradi, atrof muhit o'zgartiradi, bilimimiz oshadi. Qarashlarimiz. Bir narsaga masalan qarashimiz o'zgaradi baribir. Bilasizmi, eng muhimi o'sha eski Imronni samimiyatini saqlab qolishim menda eng katta vazifam o'sha. O'sha rostligimni saqlab qolishim men uchun eng katta muhim. Lekin dunyo qarashi o'zgaradi baribir. Odamlar bu o'zgarishi kerak. Kerak, bu norma bu. Chunki zamon bilan ham nafas bo'lasiz, yillar, davrlar o'zgaryapti. Samimiyat yo'qolmasin. Yo'qolmasin. O'sha juda zo'r gap bo'ldi haqiqatdan. Ijodda ham muhim narsa-da, bu yolg'onchilik qila olmaysiz-da. Shuni yo'qotsangiz hamma narsa ketadi ijodda o'zi. Yolg'onchilikni boshladingiz, уже ijodga ketadi o'zi. Qiyin masala. So'z shu bilan-ku, musiqa, ruhiyat shu bilan-ku, rostlik bilan-ku hammasi. Ming afsuski bugungi kunda ayni mana shu samimiyat yo'qolib borayotgandek. Chekka qishloqlarda samimiy insonlarni kuzatasiz, bor ular. Ular beg'ubor, ular bilan suhbatlashganda maza qilasiz. Lekin ming afsuski bugungi kunda mana umuman o'zimiz atrofimizda, suhbatdoshlarimizda go'yo
yuziga niqob kiyib olganlar ko'paydi deymizmi? Samimiyat yo'qoldi. Siz aytgan samimiyat bugun juda kam. Kam insondan topasiz. Har bir sohada talab qilinadigan kerakli narsada odamzod uchun baribir rostlik, samimiyat, endi rostlikda endi boricha ko'rinish. Imron aka, omadliman deb bilasizmi? O'zi umuman omad kerakmi insonga? Albatta. Siz omadlimisiz? Albatta. Omadlisiz. 100%. Omad o'z-o'zidan keladi deb o'tirisham, bu noto'g'ri, to'g'rimi? Omadni ortida nima bor? Omad deganda masalan men omadliman deyman, sababi menga o'xshagan talantlar juda ko'p, juda ko'p. O'sha o'qigan davrimizda ham qanaqa iste'dodlar bor edi. Ba'zi qo'rqib aytaman, ba'zilarini oldida qo'shiq aytishga xijolat bo'ladigan holatim bo'lgan men. Shunaqa san'at iste'dodlar bor. O'zbekistonda tanilding, O'rta Osiyoda tanilding deganida masalan. Bu narsalarga erishish, berishi omadda baribir. Chunki munosiblar ko'pda baribir. Yulduzlik kasalligi degandan nimani tushunasiz? Man deyishda endi. Meni, o'zini ichidagi menini. O'zi yulduzlik kasalligini davosi bormi? Yulduzlik kasalligi alohida bitta so'z bilan aytsangiz, kibrlanishda, havolanish. Hayot davolab qo'yadi. O'ziga eng birinchi o'rinda zarar. Atrofdagilar ham. Faqat ko'ngli qoladi bo'ldi. Masalan, ko'p ustozlarimizni men yaxshi ko'raman-da. Rahmatli Ortiq otajoni, Bobomurod Hamdamovlar, qanaqa odamlar o'tganlari, mana tiriklari, G'ulom akalar. Boshqa insonda ular bari. Ijodiy faoliyatingizda tanqidchingiz bormi? Yo'q, yaqinlarimizni hammasini eshitamiz. Eshitasiz? Yo, endi faqat yaxshi gaplar, balandparvoz, sen zo'rsan desa, hamma insonga yoqadi bu narsa. Lekin tanqidni ham qabul qilib bilish kerak-da xonanda. Yaqinlarni bemalol nimasi yo'q, erki sig'adi, hamma gapiradi. Men bu noto'g'rimi deyman, ozgina deydi. Baribir so'zlarga yoki men bu so'zi yaxshi ekan, buni boyitish kerakmi deymiz deb olasiz albatta. Boyagi gaplarimizdan kelib chiqib birovni haddi sig'masa sizga hozir shunga men noto'g'ri qilayotganini aytolmasligini o'zi ham o'sha yetib kelganingiz bo'ladi o'zi. Men bu yerda xato kimdir xato ba'zi bilasiz, mana chiqqanimizda shoirlarimizga men yozib buyurtma she'r aytishga qo'rqardim. Masalan, bitta she'r yozib berdi. Endi men aytmayman masalan. Mayli, endi hammamiz ham inson-ku. Kimga qanaqa qirra berilgan, iste'dod berilgan. Shu she'rni yozib berdi. Endi men ham oliy ma'lumotliman. Men ham kitobni yaxshi ko'raman. Men ham farqiga boraman qaysidir so'zni. Men buni xohlamayapman. Men bu so'zini sal o'zgartirib, men betini sal boshqacha qilib, meni o'ylagan g'oyam men bunaqa deb aytsam, ba'zilar ranjib qolishdi. Men o'zgartirmayman so'zimni. Bir marta yozaman men. Ustozligiga gap bo'lishi mumkin emas, lekin bu ijod emas-da bu. Tamom, men endi u so'zni qo'shiq qilishim kerak, majburman degan necha martalab qo'shiqni pulini berib aytmaganlarimiz hali ham yotibdi she'rlar. Endi ranjitmaysiz, haqqini to'laysiz, olib qo'yamiz masalan. Bu holatlar juda ijodiy jarayon emas bu nimalar. Men Tohir Muhammad shoir akamizni hurmat qilib, yaxshi ko'rib ijod qilganimiz, o'zlari telefon qilib, sizga yoqqanicha yozamiz. Haqiqatan omadli bo'ldi. Hozir 70% dan oshiq qo'shiqlar o'sha Tohir Muhammadni o'zlariga tegishli. Buyurtma qilamiz. Men bu mavzuni xohlayapman. Yozalar o'sha erinmanglar. To'g'ri, yozganlarga yarasha haqlarni ham beramiz. U haq masalasi alohida-da, lekin o'sha qaynash qozonda ijod boshqa masalada endi. O'sha boya aytganingizdek, ayta olmaslikka olib kelish odam o'zini. Bu juda xunuk holat deb o'ylayman. Men xato qilmayman, qarochi, men idealman deganida bu. Sen nima deyapsan? Zo'rman. Men zo'rman, voy. Ijodda bu narsalar yaxshi emas-da, endi baribir ham fikr bo'lib, asarlar shunaqa yoziladi endi. Imronni armonlari bormi? Bilasizmi, tirik odamda armon albatta bo'ladi. Hammada bo'ladi. Armonim yo'q degan odam yana bitta o'ylab ko'rish kerak lekin. Armon bo'ladi. Insonmiz-ku. Har yurganingizda hamma narsa bo'ldi degani emas-ku. Albatta bo'lgan narsalarga shukr qilamiz, lekin baribir bo'ladi. Yoshlikda bo'ladi. Men boshqa bunaqa bo'lsa edi degan narsa, istaklarimiz ko'p bo'ladi-ku, lekin o'ziga shukr, shunaqa bir holatda ko'ringanimizga ham shukr. Armonsiz odam bo'lmasa kerak endi. Bilmadim endi. Men shunaqa deb o'ylayman, endi armon baribir bo'ladi.
eshit holim so'rashini, qiziqtirib qoldim uni. Qara menga qarashini, dugonangdan asra meni, dugonangdan asra meni. Eshit holim so'rashini, qiziqtirib qoldim uni. Qara menga qarashini, dugonangdan asra meni, dugonangdan asra meni. Sevgi degan poyon bilmas, do'stlikni ham nazar ilmas. Boshqa bo'lsa alam qilmas, dugonangdan asra meni, dugonangdan asra meni. Asra meni, asra meni, dugonangdan asra meni, asra meni, asra meni. Qara menga qarashini, dugonangdan asra meni. Ro'paramda jim turib, sevgimni aytsam kulib, asta yuzlarin burib, yondirdi-yu ketdi-da. Xayollarimni olib, ichimga olov solib, o'zini ham qizg'onib, kuydirdi-yu ketdi-da. Ey, ketdi, ketdi, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da. Hayotimga baxt tushiday bir kelib bir ketdi-da. Ketdi, ketdi, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da. Shunday go'zal yor voydod qo'ldan chiqib ketdi-da. Mani ismim Durdona. Yoshim 22 da. Meni ham klipga olasizlar. O'z-o'zidan Imron bo'lmagan. Buni ortida qanchadan qancha uyqusiz tunlar, qanchadan qancha mehnat, qiyinchiliklar albatta bo'lgan. Bu albatta balki qaysidir ma'noda bu qiyinchiliklar kerakdir. Chunki bugungi kun holatni qadriga yetish uchun albatta bu qiyinchiliklarcha bilinmay qoladi. Natija bo'lganidan keyin, yaxshiliklar bo'lganidan keyin unutiladi. Tez unutiladi. Bu faqat o'sha insonni foydasiga ishlaydi har bir qiyinchilik. Madaniyat sohasining vakilisiz, xalq sizga ergashadi, ayniqsa yoshlar. Aslida xonanda jamiyatda qay o'ringa ega? Madaniyat bu o'zi shaxsga nisbatan masalada, bu o'zi hammani birda madaniyatli qilib qo'yib bo'lmaydi-da. Xonandalarni ham hammani bittada madaniyatli qilib qo'ya olmaysiz-da. Qiyin-da endi u. To'g'ri. Uni alohida shaxsda endi u O'zida bo'lish kerak, bo'lsa-da endi. Bo'lsa-da, siz aytgandek yo'nalish bersangiz, mana bunaqa bir bizani talablarimiz shunaqa desangiz, ha shunaqa ekan deb o'zidagi bor narsa bilan ketadi. Yo'q bo'lsa-chi? Yo'q bo'lsa qiyin. Qiyin-ku. O'rniga keladigan bo'lsak, xonandalarni jamiyat juda yaxshi ko'radi san'atkorni. Juda ham yaxshi ko'radi. Endi men bilganim minglab odamlar tug'ilgan farzandini Imron deb nomlayapti-da. Bu o'sha san'atga bo'lgan hurmat, xonandaga bo'lgan hurmat, sevgisi, muhabbati masalan hamma narsasida jamiyatdagi o'rnini bir so'z bilan mana shuni o'zi ham bitta bir holat bilan ham ko'rsangiz bo'ladi. Xonandalarni, umuman san'at ahlini jamiyat juda yaxshi ko'radi. Hattoki jondan aziz farzandini ismini qo'yadi. Bu katta narsa bu. Bu kichkina masala emas bu. Shundan bilib olsangiz bo'ladi jamiyatdagi o'rnini san'atkor. Siz farzandli bo'lyapsiz, Ozodbek deb ism qo'yapsiz. Sizni butun hurmatingiz, muhabbatingiz o'sha xonandaga nisbatan farzandim o'xshasin deyapsiz. Bu juda katta masala bu. Jamiyatdagi o'rni shundan bilib olaverasiz san'atkor. Endi kimdir aytadi san'atkor hozir unaqa bunaqa. Har bir sohada yaxshi yomon bor. Har bir sohada yetarli yaxshi ham yomon ham. Shunaqa deb o'ylayman. Umuman bitta sohada bitta yomonni deb baho berib bo'lmaydi. Jamiyatimiz juda san'atkorni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Uyini to'riga olib keladi. Yaxshi niyat kunlariga. qilib yaxshi kunlariga chaqiradi. Bu katta narsa bu o'zi aslida. Imron aka, teatrlarga tushib turasizmi yo tushganmisiz? Spektakllarni ko'rganmisiz? Qaysi spektaklga tushdingiz oxirgi bor? Oxirgi marta hozir kam tushyapman, to'g'risi tushyapman desam ham noto'g'ri. Deyarli tushmadim oxirgi paytlarda. Oldin lekin talabalik paytlarimizda har doim o'qimida, Hamzada borib yaxshi ko'raman spektakllarni. O'sha komediyalarga tushardik, boshqa anaqalarga. Boshqa dunyosi go'zal, jonli, rosa odam madaniy hordiq oladi. Yayrab chiqasiz. Tavsiya qilaman teatrlarga tushishni. O'sha plan qilib
hech bo'lmasa bir oyga bir kunni belgilab teatrga tushishni tavsiya qilaman muxlislarimizdan, umuman yurtdoshlarimizdan. Zo'r, juda go'zal, juda go'zal. Qaysi soha bo'lmasin tushib xohlaganlari, kim drama xohlaydi, kim komediya. Mazza, teatr san'atini yaxshi ko'rishimni o'sha konsertlarimda ham biz ko'p namoyon qilganmizda. Har bitta qo'shiqqa postanovka qilib aktyorlar bilan sahnalashtirib, bu o'sha o'zimizdan kelib chiqilganda baribir o'sha yaxshi ko'ramiz, chindan yaxshi ko'ramiz. O'zingiz ham aktyor bo'lib oldingiz oxirgi paytda. Sizdan yaxshi aktyor chiqyapti. Qiyinligi. Qiynayapsizmi rejissyorlarni? Endi go'yo tomoshabin uchun yaxshigina aktyorsiz biz uchun. Yo'q, rejissyorlarni qiynaganim yo'q, lekin o'zimni qiynaganim uchun qiyin deyapman-da. Aktyorlik ham bir katta sohada. U ham o'qishlik alohida mavzu. Ma'lumot olish, u haqida oliy ma'lumotli bo'lish. Lekin iste'dod alohida mavzuda. Tushundingiz-ku, mana masalan, aktyorlik bu qiyin soha, juda qiyin. Murakkab. Men juda aktyorlarga hurmatim baland. Juda ularning mehnatlarini qadrlayman, yaxshi ko'raman, o'zlarini ham qiyin, chunki men o'sha bir ko'rsatuvga va'da berib borganman. O'sha holatim yaxshi bo'lmagan, ozgina mazam bo'lmay, o'sha ijro qilishim kerak bo'lgan. Juda qiynalganman, juda qiynalganman. O'shanda ichimdan men his qilganman aktyorlarni qanchalik mashaqqatligini. Men endi kliplarimiz bilan o'sha o'zimizni o'ylagan g'oyalarimiz uchun xalq yaxshi ko'rgan partnyorlarimiz bilan majburiyat anaqasidan. Lekin menga qolsa men aktyorlik qilmasdim, o'ynamasdim, o'sha qo'shig'imni aytib yuraverardim. Imron uchun san'at nima? San'at bu Men uchun sog'lik shu san'at. Meni ruhiyatim uchun, o'zim uchun hech bo'lmaganda ham xirgoya qilib o'tirsam, o'zim bilan o'zim bo'lganda qanaqadir mazza qilib dam olaman o'zim. O'zim bo'lsam ham etib uyda nimanidir xirgoya qilib ruhiyatim ko'tariladi. Ruhiyat o'z-o'zidan sog'likka bog'liq. Endi men hayot deya olmayman. Endi yo'nalish, shu iste'dod berilgan, qilasiz u ishni baribir. Imron madaniyat tushunchasiga qanday ta'rif beradi? Madaniyatchi o'zlik desangiz ham to'g'ri bo'ladi. Ichingizdagi holatingiz, o'zingiz. O'sha madaniyat. Qurilma madaniyat bor. Qurasiz. Masalan, men siz bilan bugun shunaqa bir suhbatda o'tiribman, o'zimni qanaqa tutishim kerak, bu tutiladi boshqa narsa. Lekin baribir meni o'zligim qanaqa, madaniyatlimi yo'qmi? O'sha masalam bor-da men. Men chiqib hozir bu yerdan boshqa narsa qilishim mumkin-da, bu yerda gapirib turib. Boya aytganingizdek masalan. O'zlik, odob albatta, fahm, farosat, tarbiya, bular hammasi kelaveradi qo'shilib. Restoranda borib vilka bilan ovqatlandingiz-ku, uyda ham o'shani qilishingiz kerak-da, hech kim bo'lmaganda. Mana shu o'zligingizni ushlab qolishingiz. Boya yuqoridagi savol bizga samimiylik, ushlab qolish. Madaniyat ham shu. Ko'rinadiganlar ko'pda madaniyatli bu. Lekin men o'zimni 100% unaqa bir go'zal madaniyatliman deya olmayman, to'g'risi. Kamchiliklarim juda ko'p. Insonda birinchi o'rinda farosat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Farosat hamma farosat bilan tug'ilinadi yo tug'ilinmaydi. U farosatli qilish insonni mumkin emas-da. Uni yillar davomida Ilm darajasidagi narsa bu. to'g'ri. Ilm bilan aytaylik, qanchalik ilmga olishimiz kerak bo'lsa hayotda, bilimli bo'lishimiz kerak bo'lsa, bu ham birga bir ko'tarilib balandroq tursa turadiki, farosat past emasda. O'sha farosati yo'qligini bilmasligi katta fojia. Butun xalq biladi, yaqinda ustozingiz, ajoyib bastakor Dilorom Omonallayeva bu dunyoni tark etdilar. Ustozlarni o'rni ijodingizda qay darajada? Katta albatta. Ustozsiz bo'lmaydi-ku. Ustoz rahmatli, juda yaxshi inson edilar. Talabalik paytimizda ham juda qo'llab-quvvatlardilar, kamchiliklarimizga ko'z yumardilar. Yaxshi bir asarni ijro qilib berganim uchun boshqa kamchiliklarimni yopardilar, rahmatli. Xonandalikda agar yaxshi bo'lmasang, atchistlatib yuborardim, haydab yuborardim o'qishni. degan anaqalarni qilardilar, lekin biz hech bo'lmasa o'sha o'zimizni spetsimizni tirikchilikka u yoqqa ketib qolardik, 2-3 kun darslar qolardi. O'sha spets glavniy fanlarimizga 3 kun qolganga kelib tayyorlanib
asar tayyor, so'z yod emas. Shu so'zga qarab ijro qilib berishga ruxsat berardilar. So'zni tez yodlab olish qobiliyatim yaxshi emas. Unaqa chalg'iyman. Yodlab olaman. Mana hammasini bittada mujassam qilish qiyin. Xonanda 3 ta 4 ta narsani bitta nuqtada ushlashi kerak-da. Usul deydi, so'z deydi, ijro. Bu 3 ta narsa muhim bo'lsa, ruhiyat, qalbdan ijro qilish bu 4-chi eng muhim narsa. Mana bu qo'shiqning ichiga kirganingizdan keyin, o'sha qo'shiq bilan yashashga tushganingizdan keyin olamiga kirdingizki, o'z-o'zidan ritmdan oqsaysiz yoki so'z ketib qoladi. Buni hammasini bittada ushlash bu juda katta mahorat, juda katta bu ko'pchilikda yo'q masalada bu. Qiyin masala. Ruhiyat o'sha holatiga kirasiz-ku qo'shiqni. Mana bu glavniy masalalar ozgina oqsab qolishi mumkin-da. O'shalarga ko'proq meni anaqa qo'llab-quvvatlardilar, rahmatli. Xudo rahmat qilsin. Yaxshi inson edilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Joylari albatta ustozlarning katta. Buxoroda ustozlarimiz ko'p. Rahmatli bo'lib ketishdi. O'sha maktab davridagi ustozimiz To'ra aka Jumayev, hozir Rustam Tursunov borlar, umrlari uzoq bo'lsin, shu yerda bolalarga dars berib, anaqa qilib yuribdilar. Yaxshi insonlar. Yaxshi odamlar, yaxshi insonlar ustozlik qilgan menga. Nafaqat o'sha san'atdagi nimaga insoniylik tomonlari ham juda yuqori, baland insonlar bo'lgan. Samimiy insonlar bo'lgan. Shogirdlaringiz bormi o'zingizni? Yo'q, hali Shogird endi ko'pchilik qo'shiqlarni ijro qilib ustoz deyishadi. Endi o'zimiz shogird qalay. Kamtarlik emas lekin. Xursand bo'laman lekin to'g'risi qo'shiqlarni aytib, qo'shiqni minusovkalarini so'rashadi, boshqa narsa. Srazu o'sha sekund o'zida iloji boricha tashlab berishadi. Qizg'anchiqlik yo'q. Biz ham ustozlarning qo'shiqlarini aytib katta bo'lganmiz. Aytishsa biz ham xursand bo'lamiz. To'g'risi mazza narsa. O'sha kerakli bo'lganimiz o'zi katta narsa. shuni o'zi baxt. Shu. O'zi Buxoro farzandisiz, lekin siz bilan suhbat davomida mana suhbatimiz deyarli yakunlandi. Sheva yo'q. Nimaga ibila yo'q? Suhbatni shu boshidan oxirigacha Shevani ushlab bilamanmi, ibi degan gaplar bo'ladimi desam yo'q. Ya uyga kirsam 100% Ramkadan chiqasizmi? Formatga tushaman. Shunaqami? Bilmayman endi harakat qilib endi biz o'zi chiqqanimizda tanilib endi xalqqa anaqa bo'lgandan keyin ko'pchilik bizani vodiydan deb o'ylagan o'zi. Farg'onadan deb. Farg'onadan deb. Ana unda bir ChatGPTga yozishibdi-da, Imron qayerli deb. Farg'ona chiqyapti. Aldayapsan deyishsa, ha, uzr, Samarqanddan deyishibdi. Lekin Buxoro berishmabdi-da mana. Sheva yo'q. Shevamni uyimda aytaman, uyimda bolalarim bilan, ota-onam bilan Shevamda gaplashaman. Endi bir jonli ijro eshitamiz-a? Bo'ldi, nima aytib beray? Tanavordimiymiz o'sha. Bilib aytaverdimiz. Xizmatga bordik, o'tkazdik, yaxshi bir mehmon qilishyapti, o'tiribmiz, bitta akamiz. Imronjon, endi agar ruxsat bersangiz sizdan bitta suvora eshitsak. Endi men bir stol odam. Suvorani men o'zi asli nimaligini bilib olishim kerak-da, endi shunaqa holatda turibman. Bilaman. Xorazm anaqasi, lekin endi nima deyishni bilmayman. Endi ijro qilib bera olmayman suvora 100%. Men anaqa qilmaganman, o'rganmaganman suvora, bilmayman. Stomatologdan tomog'imni ko'rib qo'y degan gap bo'ldi. Ana shu Qulog'imni ko'rib qo'ydim. Shu holatda keyin men endi bir chiqib ketishim kerak, holatdan aytsangiz xafa bo'ladi, ranjiydi, hurmat qilib anaqa qilib turishibdi. Men aytdim, akajon, meni taniysiz-a? Albatta taniymiz. Kimman? Imronman. Qayerdan ko'rgansiz meni? Qayerdan tanigansiz? Efirlardan ko'rganmiz endi shu. Qaysi qo'shig'imni bilasiz? Qaysi qo'shig'im bilan taniysiz? O'sha yomon qizni, o'sha yomon qizni yaxshi ko'ramiz biz shunaqa. Aka, suvora aytib chiqqanimni ko'rdingizmi efirga dedim. Nimaga so'rayapsiz vallah savol? O'sha bilgan qo'shiqlarimni so'rang. Men nima, qanaqa qilib tanib chaqirdingiz? O'sha o'zimning qo'shiqlarim. Lekin shukur biror marta qaysi bir xalq xizmatiga bormaylik, begona qo'shiqni aytishga qo'yishmaydi ham, so'rashmaydi ham. Faqat shu o'zimizning qo'shiqlarimizni so'rashadi. Bir marta bitta qo'shiq
ijro qildik. Xalq qo'shig'idan. O'shanga ham yugurib kelishdi-da. Yo'q, sizni o'zingizni qo'shig'ingiz uchun chaqirganmiz. Iltimos, o'zingizni qo'shiqlaringizni ayting. Boshqa qo'shiqlar uchun alohida biza san'atkor aytganmiz. Anaqa qilamiz deb. Bir tomondan quvontiradi. Bu yaxshi. Erkin Vohidovni bir she'rlarini yaqinda qo'shig'i tayyor bo'ladi. Juda ham chiroyli asar bo'lyapti. Mavzusi? Gulnorini o'qigan. Uyquda topsang nigoring, asta gulnorini o'p. Ochmasa chashmin yumuqul, chashmi xumorini o'p. Sen-ku uyg'og'ida vosil bo'lmagaysan laliga. Uyg'onib achchiq so'z aytmay, lali shaxt borini o'p, lali shaxt borini o'p. Shunaqa ketadigan Erkin Vohidovni. Premyerasi bizda bo'ldi. Mana yana seni deya ishq sharobin ichdi bu yurak. Mana yana nima qilay, o'z o'rnidan ko'chdi bu yurak. İşonaver sendan o'zga hammasidan kechdi bu yurak. Bu degani unga faqat va tavba birgina sen keraksan, sen kerak. Menga ay kerakmas, yulduzlar kerakmas. Ertaga ham emas, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sokin tun emas. Men endi bildim bas, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Ajoyib misralar, ajoyib ovoz. Sog' bo'ling. Ko'z tegmasin ijodingizga. Katta rahmat, sizlarga ham omad. Suhbat uchun tashakkur bildiramiz. Rahmat. Sizni yana bir kashf qildik. Ajoyib qirralaringizni, samimiy fikrlaringizni, Imronni qaysidir qirralari bugungi suhbatdan keyin ochilgan bo'lsa ajab emas. Suhbat uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Ijodingizga omad, doimo sog' salomat bo'ling. Katta rahmat, sizlarga ham rahmat. Charchamanglar, omad tilayman. O'tkazaman muhabbatga zor, qon yutib har lahzani jonim. Sensiz kunu tunlarim azob, mensiz yashash mazami jonim. Ko'zlarimdan otilar duv-duv, yuragimning arzlari jonim. O'ylaringda orzular suluv, mensiz yashash mazami jonim. Hayolim uyida tanho gulumsan, navoyu nazmimu ko'ngil kuyimsan. O'zing bilib bilmay yorim aslida, joy olib bo'lgansan jonim dilimdan. Iforingdan olov bo'lib yonaman, shunday telbamanmi yo devonaman. Ne go'zallar menga zor bo'lsa ham, sendan zo'ri yo'qligin tan olaman. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'ri yo'q. Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q. Alo, O'zgardingizmi mahallani zo'ri? menga sendan zo'ri yo'q.